Assalomu alaykum. Anglab atqanlar Qashqar Uyg'ur nashriyati 2003-yil 11-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qanliq edir. Avtori Muhammad Osman. 7-bob. Xayrlik bir kun. Bu yurtning fasl o'zgarishi nisbatan muqim bo'lib, 7-oyning 20-kunlari cho'ng saraton kirdi. Yer jahon to'nirdek qizib ketadi. Chinqi tushning oldi kaynidagi tinjiqning dastidan butkul jonliqlar oftobdan qochib, so'rin joylarni izlaydi. Ammo mushundoq tomizda zindon yanada sovuq bo'lib, zay chiqib turadi. Havosi shunchalik nachar ediki, najosat purqi ter va boshqa hidlarni besib tushib, nafas ilishmo qiyinga to'xtaydi. Mahbuslarni kunda bir qatim oftobga soladigan tuzum bo'lsa-mu, bo'lib ochiqishga to'g'ri kelgachga, ba'zi mahbuslar usti yipiq koridorni aylantirishga aran o'lishib, yana qamab qo'yiladi. Ular burgilarning dastidan uxlayolmaydi. Ziyoda nam ta'sirida ximirdek chirigan jarohatlik atyani tinmay tatlini verib yig'ir bo'lib ketadi. So'roqchilarning qiyin qistoq tayoqlarsizmi kamirdagi har bir daqiqa do'zax azobidan necha hassa ta'sda o'tadi. To'xtining ahvolini nisbatan yaxshiroq deyishga bo'ladi. U Rayhon Rustam orqali kirgizgan yemakliklarni yeb, ochliqning dardini ancha tortmagan bilan burgilarga yam bo'lish, so'g'uq, zay, sisiqchilikning dardini tortish jihatda boshqa mahbuslar bilan o'xshash edi. Mahbuslar boshdan kechirayotgan ichinishli kunlar terik turg'izib so'ygandan, badanlarini qiyma qilib to'g'rivatgandan eshib tushadi. Ularning turkumlab o'lib ketayotganligi, urug' tuqqan balavoqlarning qora darvoza oldidagi nola zorlari buning dalili edi. Fojialar zindon begining muzlagan vujudini ertalmasmi, lekin qizi Rayhonning kitob so'zlaridan naql elib, qiyomatlik uchun oz to'la savoblik izlash to'g'risidagi tashabbuslari ta'siridanmi aytavur, mahbuslarning holiga ancha muncha ko'ngil bo'ladigan bo'lib qolgan edi. Mana bugun to'xti yetayotgan zindonga yondosh zindondagi birsi o'ldi bo'lg'ay, Hofiz Begning Rustamdan qachonroq jon uzdi, urug' tuqqanlarini bilamsan degandek savollarni so'rayotganligini to'xti anglab qoldi. Rustam javoban aytdi: kechidan o'libdi. Mushu hafta ichida zindondan 5, usti so'loqxonadan 3 mahbus o'ldi. So'roqda o'ligini bilan 9 odam bo'ldi. Ilgari buningda ko'p o'ladigan ish ancha ko'rilmaydi. Tunigun bir obdan turganda qilgan, bugun o'lik turdi. Kasallik tarqalganda qildi begim. Menmo qo'rqib qoldim. Buning nima ishligini zodila bilolmadim. Rustamning so'zlarini anglagan To'xtining erkinlikdan kutgan she'rin umidlari to'zg'iqdek to'zidi. U so'roq qiladigan ishmu, iz dirgini qiladigan odammu bo'lmag'achqa bir navbatlik so'roq bilanla yetiverdi. Buning sababi uningga sir edi. Faqat Hofizbek 1-2 kunda biror qatim tekshirib turadi. Bumu qarab beqish bilanla kifoyalanadi. Xo'sh xabar yoki shum xabar to'g'riliq tinib qo'ymaydi. To'xti Rayhondilla umid kutayotdi. Chunki Rayhon yordamini to'xtatmagan edi. Rustammu obdan muomala qilayotdi. To'xti Rayhonga bo'lgan rahmatini Rustam orqali bildirib kelyotdi. Rayhonga bo'lsa To'xtining ashu minnatdorligi yetarlik xushallik bag'ishlay oladi. Gundi xonada yaqindan buyon avib ketayotgan o'lim yetim Hofizbekni cho'chitibdi. Bir haftada 9 odamning o'lishi ig'ir ahvol edi. Bundaq o'laversa, odam to'shamdi, o'yladi Hofizbek bosh qotirib. Ehtimol biror yuqumli kasal tarqalgan bo'lsa kerak. Bugun uningga kelgan ajal ata yana birsiga. Oxirda bizga kelsa qanday qilg'uliq? Ya'ni kelib bularning to'lisi gunohsiz odamlar. U turibla To'xtini esiga oldi. Behuda o'lib ketsa, uvoli kimga? Shu topda qanday qilish kerak? degan savol Hofizbekning beshini qotirmoqda edi. Uyga kirib kelgan Hofizbekning tutilgan chiroyi Zumrad xonimga qandaqdir birer ko'ngilsizlik yuz bergandek tuyulib so'radi. Bek xafa ko'rinilg'u. Ko'ngillarni g'ash qildigan biror ish bo'ldimi nima?
Yurkimni asıq turmay aytsila. Zodi nima ish yuz berdi? Çataq chiqdi. Öz hujrasida kitob ko'rib o'ltirgan Rayhon otasining ovozini anglab qishiga chiqdi. Nima keldingiz, ota? dedi erkalab. Qizning maqsadi otasidan hapsxona to'g'risida biror uchur anglash edi. Hofizbek ifoda bildirmadi. Zumrad xonim aytdi. Qizim, otangizning ichi pishib qolganda qiladi. Usulliq keltiring. Yaxshisi bir china do'g'ab qiling. Qapoqda muzdek suv bor. Zindonda bugun yana birisi o'libdi. Hofizbek nihoyatda ichingan talaffuzda dedi. Zumrad xonimning esiga shu an Rayhon ko'ngil bo'layotgan musofir yigit to'xtib keldida xuddi yaqin odami biror peshkanlikka uchragandek cho'chib so'radi. Nalik odamkan? Do'lanliq. Qayer u? Barchuq tavasiga yo'q. Zumrad xonim go'yo cho'ng bir xatar o'tib ketgandek yinik tindi. Rayhon do'g'abni ko'tarib kirib, otasi bilan onasining jiddiy bir ish ustida so'zlashayotganligini sezdi-da so'radi. Biror ish yuz beribdimi? Nim bo'pti, ana? Hapsxonaning gapi, dedi Hofizbek. Rayhonning manglay tishini tuzashtirgach, mening gapimni qilyotidi deb qolgan o'xshamamsan? Iniqroq tanga, ota. Zodi nemish? Mahbuslar kunda degidek o'lyotidi. Yana kim o'libdi? Barchuqliq birisi. Nim gunoh qilgan ekan? Nim gunoh bilan so'langan? Yo'qlan ish. Hiliqi payzvatlikqa o'xshash. Payzvatlikchu? Hozircha yaxshi. Ata nima bo'lishini bilmayman. Bu nim deganingiz endi? Bugun o'lgunimi tunugun saq edi. Rayhon buni anglab to'xtining qishiga jallab qilichini yalang'ashlab beshini olg'ili ketayotgandek tuyg'uga kelib, vujudi ansizlikka to'ldi. Uningcha to'xtini o'limga tutib berishga bo'lmaydi. Yana kutib turaveradigan bo'lsa, to'xtiningmi jondan ayrilishi turgan gap edi. Mana yana bir jihatdan zindon begimi ayblanishi bu peshkanlik sababli butun oila ko'ngilsizlikka uchrashi mumkin edi. Hofizbek ko'ngilda boshqa taraflar ustida ancha bosh qotirib ketmasimi, yaqindan buyonqi o'layverish ahvolini ma'lum qilish qaroriga keldi. Endi qandoq qilmoqchisiz, ota? so'radi Rayhon. Yuqorga ma'lum qilaymikin deyman. To'g'ri o'ylabsiz. Darhol ma'lum qilmasangiz bo'lmaydi. Hofizbek o'rnidan turib sandiq ustidagi mansab mozisini kiyib, "Men Ravzishab ambal mahkamasiga berib kelay. Rustam kirib qolsa aytib qo'yinglar. Zindon kamerlarini yana bir qitim inchik tekshirib chiqsin. Ahvol bo'lsa ma'lum qilsin", deb Zumrad xonimga topilib chiqib ketdi. Hofizbek ambal mahkamasiga kirib kelganda Pashshab beglardan Nayman Mirob, Sodiq Pashshablar shahar amonligi to'g'risida Ravzishab ambalga ma'lumot beryotdi. Ravzishab ambalning jamiyat bexatarligiga mas'ul bo'lishdan boshqa yana yerlik chiriklarni boshqarish vazifasi bor edi. Ambal Hofiz Begning ma'lumotini anglagandan keyin bu ahvolni yaxshi fursat bilib o'tkazib kelmadi. Yangi boshliq bir yilgacha ko'ni boshliqning aybini izlaydi degandek, yangi tayinlangan ambalmu Vangning o'ziga bo'lgan ishonchisini qo'lga keltirib, o'rnini chingitish uchun Yekim Begning nuqsonlarini ko'proq tepishi lozim edi. Shunga Yekim Begning vaqtida qilingan ishlardan chatoqning ko'proq chiqishini arzu qiladi. Bu arzusi ishga oshsa, yangi ambal hamma ishlarni to'g'ri bajargan hisoblanib, inovat obro'yi o'satdi. Mushundoq ishlar ustida izlanib yurgan ambal uchun hapsxonadagi o'lim yetim xabari Yekim Beg vaqtidagi ishlardan nuqson tepishga obdan dastak bo'ldi. Shunga Hofiz Begdan ko'chilab so'radi. O'lganlar qandoq gunohkorlar? Iniq emas. Uning diqqati texmi qo'zg'aldi. Iniq emas? Shundoq. Undaqda nima uchun bir taraf qilinmadi? Bu mening qo'limdan kelgan ish emas. Shundoq so'langanlar yana bormi? Bor. Qansi bor? Iniq bir nim demak tas. Hech qanday jinoyatning tayini yo'q. So'lab qo'yib tashlab etilganlar oz emas. Buningdan Yekim Begning xabari yo'qmidi? O'zi tutib kelib, iqror qildira olmay tashlab atgan. Aslida Yekim Beg bilan o'ch yangi Ravzishab ambal uchun bu ma'lumotlar muhim edi. Shunga darhol Vangga ma'lum qilib,
Hekim Begni sesitmoqchi bo'ldi. Ammo buni o'zi bevosita ma'lum qilishni afsus ko'rib, uningga Hofiz Begning tili bilan chiqishtirib o'ch ilish qaroriga keldi. "Noiti muhim ishkan", dedi Ravishab Ambal Hofiz Begga. "Van Xo'jamga o'zingiz ma'lum qilganning yo'li bor. Hozircha menga ma'lum qilganligingizni aytmang. Men Hekim Begning ishini qilayotgan odam. Van Xo'jamda boshqacha qarash bo'lib qolmasin." Hofiz Begning ma'lumoti Afridun Vangning diqqatini qo'zg'adi. Vang keyingi chog'larda Hekim Begga ancha ishonmas bo'lib qolgan edi. Vang darhol Ravishab Ambal mahkamasiga farmon tushirib, Dangza zindonni tekshirib, mahbuslarni birma-bir aniqlab, shariat hukmi bo'yicha bir taraf qilishni buyurdi. Bu Ravishab Ambalning g'arazini ishga oshirishning yaxshi fursati bo'lganning ustiga gunohsiz qamilib bir taraf bo'lmay tashlanib qolgan bir qism mahbuslar va shu qatorda to'xtig'imi erkinlik ilib keladiganligi aniq edi. Hofiz Beg Afridun Vangning huzuridan qaytib chiqqanda o'zini nihoyatda yenik, cho'ng bir g'am, qayg'u yoki balo qazo soqit bo'lgandek sezdi. U ruhiy holat jihatda biror cho'ng ishni yolg'iz o'tkazib, zafar quchqandek xushal ham mag'rur edi. Uning bu xil kayfiyati Zumrad xonim bilan Rayhonni taajjublantirdi. "Qandoq bo'ldi?" so'radi Zumrad xonim. Erining kayfiyatining birdilla o'zgarib, ko'zlarida xushallik aks etib turganligini ko'rib, "Yaxshi bo'ldi. Mendagi mas'uliyat tugadi. Mahbuslarni tekshirib, gunohsizlarni bir taraf qilmoqchi bo'ldik." Bu xabar Zumrad xonim uchunla emas, Rayhon va Hofiz Beg uchunmi ruhiy ozodlik bag'ishladi. Ammo uchaylarning ko'zlaganlari o'xshamaydi. Hofiz Beg zimmasidagi mas'uliyatning yeniklaydiganligidan mamnun bo'lsa, Zumrad xonim diniy nuqtadan savoblik izlaydi. Rayhonning ko'zlaydigani ko'nglidagi birdan-bir suyimlik odami To'xtining ozodligi edi. Ammo oradan yana bir necha kun o'tib ketdi. Demasimi, buningdek cho'ng ishni ha-hu bilanla bir yoqliq qilyotgili bo'lmaydi. Necha kundan keyingi bir juma atigini hapsxona koridorda Hofiz Begning ovozi, ondan oyoq tevishlari anglandi. Uzoq o'tmay To'xti yotgan kamirning qulpi ochilib, Hofiz Beg "Narsa keraklarini yig'ishtirib, bu yoqqa chiq", dedi va shu an bir gapni xato qilib qo'ygandek aytdi. "Bo'ldi, o'rin ko'rpilar joyida qolsin." U To'xtiga berilgan o'rin ko'rpining hapsxonadan berilganligini esiga olgan edi. To'xti kamirdan chiqib koridorda 6-7 odamning turganligini ko'rdi. Ularning holi To'xtininkidan necha hassa battar edi. Hofiz Begning odamlari kamirni ochiqlab qoldirib, "Qani, menglar", deb ularni zindon palampaydan yuqoriga ilib mangdi. Sirtda havo ochiq bo'lib, quyoshning o'tkir nurlari necha oy yillardan buyon oftob ko'rmay xonko'rga aylangan g'uva ko'zlarga nayzdek sanjilmoqda edi. Ular Sulaxonning hovlisidagi yo'g'on terak tuviga borganda, yog'ochxona oldida o'ltirgan 50 dan ortiq mahbus, chochlari o'sib, chiroylari sarg'aygan, badani quruq ustixondan farqsiz bu odamlarni ko'rib, o'z kunlariga shukr qilishdi. Zindondan ilib chiqilganlarmi, ularning bir yenidan o'rin oldi. Oldi tarafga kantar va o'rindiqlar qo'yilgan bo'lib, xabar Ambal mahkamasidan kelgan bir manju amaldor bilan 2 Uyg'ur mansabdor o'ltiradi. Hofiz Beg qatorliq bir nechalan yon tarafdagi o'rindiqda o'ltirishdi. Manju amaldor yenidagi mansabdorning qulqiga og'izni yaqin opirib pishirildi. U Hofiz Begga "Darin begim sizni boshlasin deydi", deb tarjima qilib berdi. Hofiz Beg qulluq bildirib, saman qog'ozga yozilgan tizimlikni o'qidi. "Salih baxshi", 40 yoshlar atrofidagi jivak bir odam xo'sh deginicha o'rnidan turdi. "Sening kepil bo'lg'idek odaming bormi?" "Bor." "Kim? Qayerlik?" "Siziqko'l bo'yida o'ltirishliq Yunus baxshi." "Yaxshi." Hofiz Beg mana shu tariqada davomlashtirib o'qib, har bir odamning kepil bo'lg'isini tizimlab mandi. 51 odamning orqasidan navbat To'xtiga keldi. "To'xti manju." "Bor."
Senin kepil bulgudek adamın var mı? Yo'q. Amaldorlar to'xtaga qarashdi. Bir chetda o'ltirgan Rustam aldirab yig'iz ochdi. Senden xabar elib kelayotgan iliqi tuqqaningchu, shu kepil bo'lsimi bo'la? Rustam Hafiz Bekka qaradi. Bo'ladi, dedi Hafiz Bek ifoda bildirib. Ondan so'rdi. U nada? U har juma kuni keladi. Bu kimga darvoza tuviga undimikin? Men uni taniyman. Bo'ptamsa, buningga sen ega bo'l. Shundoq qilib, tizimlik 63 odam bilan oxirlashdi. Hafiz Bek tizimlikni qatlab, Manju amaldorning oldida qo'yib, o'rniga berib o'ltirdi. Manju amaldor o'rnidan turib, ozod qilingan mahbuslarga dedi: "Sizlar cho'ng gunoh o'tkazganliginglar uchun hapsiga ilingan. Xonligimizning qonuni bo'yicha o'limga loyiq edinglar. Biroq bizning xondanligimiz noiti rahimdil bo'lganlikdan sizlarga ichimiz og'rib, Vang begimdan gunohinglarni tilib oldik. Buning uchun Qing xaqonining shafoatiga hashqalla etib, amr farmonlariga sodiq bo'lishinglar kerak." Tarjimon amaldorning so'zini birma-bir tarjim qilib berdi. Ondan sahnadagilar chavaq chilishdi. Buningga mahbuslarmi qo'shildi. "Bugun sizlarni kepillikka berib ozod qilamiz", dedi amaldor yana so'zini davomlashtirib. "Shunga vaqtni musulmonlarning ozod kuni jumaga to'g'irladik. Kimla bo'lsa sizlarni ilib ketsa bo'ladi. Agar qayta gunoh o'tkazsanglar, o'limga mahkum bo'lsizlar." Orqadan ravishab ambal so'zlab, mahbuslarni kepilga berishni Hafiz Bekka topshirib, yig'indan tarqashdi. Rustam ozod qilingan mahbuslarni boshlab, darvoza yenidagi oshxona oldiga olib o'ltirg'izgandan keyin Hafiz Bekdan "Bularning tuqqanlarini nerdan topamiz, begim?" deb so'ramoqchi bo'lib turganda, Hafiz Bek chaqirdi. "Rustam, sen darvoza oldiga chiqib, yo'qlab kelganlar bo'lsa, ularga bir-birlab topilab beravat. Kelmagan bo'lsa, o'zlari ketaversin. Bu ancha muhim emas." Rustam darvoza oldiga chiqib, kishilar orasida kutib turgan Saburni ko'rdi. "Sabur!" chaqirdi Rustam yaxshichaq bo'lib. "To'xtini ilib ket. Uni kepillikka berdigan bo'ldik. Qandoq kepil bo'la olamsan?" "Albatta bo'lman, albatta. Rahmat, insofinglarga rahmat", dedi Sabur hayajonlangan holda. Sabur necha oydan beri Rustamning muomalasidan xili rozi edi. Boshda Rustam Saburning akelgan narsalarini olmadi. Rustam Saburni tavut ko'tarib kelgandina tonib olgan bo'lsa-mu, qandoq odamligini bilmaydi. Boshqalar urug' tuqqanlarini yo'qlab kelganda Rustamni quruq qo'ymaydi. Savur bo'lsa bundoq yo'lni texi uqmaydi. Rayhon Rustamni indakka keltirgandan keyin to'xtini yo'qlab keladigan ikkinchi bir odamning borligidan xabar tepib, tonishish istiki tug'ildi. Amaliyotda Savurni Rayhonmi toniydi. Shundaqdimi, gulni so'ygan tikinini so'yibdi degandek, to'xtini yaxshi ko'rganligi uchun uning do'stinimi ko'rgisi keldi. Ular Savur bilan tonishib, bir navbat uning uyiga borgan. Shuningdan boshlab Rustam Savur kelishi hamon narsalarni gap so'zsizla oladigan bo'lgan edi. Bu navbat to'xtini Savurga kepillikka berish orqali Rayhonni rozi qilib, uning mukofotiga erishishni o'ylaydi. Bu Rustam uchun obdan fursat edi. Davomi bor.